Xo'p, biriktirish to'qimani eng asosiy hujayralardan biri bu fibroblast hujayralari hisoblanadi. Fibroblast hujayralari. Fibroblast hujayralari inson organizmida biriktiruvchi to'qima hujayralarini jami 50% ni tashkil qilgan, yirikligi jihatdan eng yirik, kattaligi 20 mikrometrgacha teng bo'ladigan hujayra hisoblanadi. Fibroblast hujayralarining vazifasi xo'p, hujayralar aro moddalarni sintez qilish. Ya'ni hujayralar aro moddaga nima kirardi hozir? Tolalarga bo'ldik, amorf moddaga bo'ldik. Xuddi mana shunday hujayralar aro moddalarni, ya'ni tolalarni, amorf moddalarni sintez qilib berish vazifasini bajarib beradi. Xo'p, biriktiruvchi to'qimani differon degani bir ona hujayradan taraqqiy etgan hujayralar yig'indisi degani. Bir ona hujayradan taraqqiy etgan hujayralar yig'indisi differon. Differonni biz boshqacha misol qilib tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanday? Bola dunyoga keldi, uni emiziklik vaqti bor, chaqaloqlik vaqti bor, maktabgacha yosh davri bor, maktab yoshi bor, balog'at yoshi bor. Xuddi mana shunday differon xuddi mana shu tartibda kechadi. Endi fibroblast hujayrasi agar embrional davr bo'ladigan bo'lsa, ya'ni onasining qornida bo'ladigan bo'lsa, bu hujayra mezenximadan taraqqiy etadi. Mezenximadan. Agar bola tug'ilgan bo'lsa, dunyoga kelgan bo'lsa, bu hujayra o'z navbatida o'zak hujayradan taraqqiy etadi. O'zak hujayra. Endi differonni ketma-ketligini yozib beryapman sizlarga. Eng birinchi keladi o'zak hujayra. O'zak hujayra ixtisoslashishni boshlaydi, yarim o'zak hujayraga aylanadi. Yarim o'zak hujayra sekinlik bilan ixtisoslashishni boshlab, yosh fibroblastga aylanadi. Yosh fibroblast sekinlik bilan ixtisoslashishni boshlab turib, yetuk fibroblastga aylanadi. Yetuk fibroblast yana ixtisoslashib turib, o'z navbatida fibratsitga aylanadi. Fibratsit. Endi bularni har bittasini bittadan ko'rib chiqamiz. Masalan, o'zak hujayra bu ixtisoslashmagan hujayra hisoblanadi. Misol uchun aytayapman. Farzandli bo'ldim deb, farzandimni nemis tili bog'chasiga, nemis tili maktabiga, nemis tili universitetiga berdim. Farzandim nemis tilini bitiradigan, nemis tilini yaxshi biladigan bo'lib chiqyapti. Yoki masalan men farzandimni olyapman-da, ingliz tiliga beryapman. Ingliz tili bog'cha, ingliz tili maktab, ingliz tili universitet. Farzandim ingliz tilini biladigan, ingliz tilida bemalol gaplashadigan bo'lib chiqyapti. Nima demoqchiman? O'zak hujayra ham xuddi mana shunday hujayra. U ixtisoslashib xohlagan hujayrasiga aylanishi mumkin. Xohlasa makrofag hujayrasiga aylanadi, xohlasa fibroblast hujayrasiga aylanadi, xohlasa yog' hujayrasiga aylanadi. Bu o'z navbatida ixtisoslashmagan hujayra hisoblanadi. Endi o'zak hujayra shakl jihatdan kichik, yumaloq shakldagi, yadrosi yirik, markazda joylashgan, organoidlari kuchsiz rivojlangan hujayra hisoblanadi. Biz mikroskop ostida bo'yab ko'rganimizda o'zak hujayrani to'q rangda ko'rinadi, to'q binafsha rangda ko'rinadi yoki bo'lmasa qoramtirib ketgan. Keyingisi yarim o'zak hujayra shakl jihatdan biroz yirikroq, yadrosi yumaloq, markazda joylashgan va organoidlari sekinlik bilan rivojlanishni boshlagan hujayra hisoblanadi. Hujayra. Keyingisi bu hujayra ham taraqqiy etib o'z navbatida yosh fibroblastga aylanadi. Yosh fibroblast shakl jihatdan kichik, yaxshilab e'tibor beringlar. Yadrosi yumaloq va markazda joylashgan, yadrosining ichida bir nechta yadrochalarni ko'rishimiz mumkin bo'lgan, organoidlari hali yaxshi ixtisoslashmagan. Ya'ni nima? Endoplazmatik tor, Golgi majmuasi, ribosomalar, mitoxondriyalar hali yaxshi ixtisoslashmagan hujayra hisoblanadi. O'zak hujayra mitoz usulida bo'linish qobiliyatiga ega. Yarim o'zak hujayra ham o'z navbatida mitoz usulida bo'linib ko'payish qobiliyatiga ega va yosh fibroblast hujayrasi ham o'z navbatida mitoz usulida bo'linib ko'payish qobiliyatiga ega bo'lgan hujayra hisoblanadi. Endi yosh fibroblast hujayrasida sintez jarayonlari kechmaydi. Sintez jarayonlari. Sabab nima? Sabab organoidlari hali kuchsiz rivojlanganlar. Keyingisi yosh fibroblast hujayrasi hujayra shaklini yiriklashtirib, yetuk fibroblast hujayrasiga aylanadi. Yetuk fibroblast hujayrasi noto'g'ri tarmoqlangan, noto'g'ri shoxlangan hujayra hisoblanib, markazda yirik, yumaloq yoki avalsimon shakldagi yadrosi va ularning atrofida joylashgan endoplazmatik tor, Golgi komplekslari
mitokondriyalar, ribosomalar juda kuchli rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yosh fibroblast, yetuk fibroblast hujayrasi. Yetuk fibroblast hujayrasi ham o'z navbatida mitoz usulida bo'linib ko'payadi va bundan tashqari holatda asosiy sintez jarayonini ta'minlab beradigan hujayra hisoblanadi. Nimani sintezlaydi fibroblastlar? Aytdik-ku, mana hujayralar aro moddani sintezlaydi. Hujayralar aro moddalarni sintezlab beradigan yetuk hujayralar hisoblanadi. Yetuk fibroblastlarni biz elektron mikroskop bilan o'rganganimizda ularda ikkita zona borligini ko'rishimiz mumkin. Mikroskop bilan bo'yalganda, preparat bo'yab o'rganilganda oqishroq bo'lib ko'rinadigan ektoplazma zonasi va to'q bo'yaladigan endoplazma zonasi. Ektoplazma zonasi o'z navbatida soxta oyoqlardan tashkil topgan bo'lib, bu yerda faqatgina geoplazmadan tashkil topgan. Hech qanday organoidlari bo'lmaydi. Endoplazma zonasi to'q bo'yaluvchi zona hisoblanadi. Jamiki yadro, organoidlar hammasi endoplazma zonasida tashkil topganligi uchun mikroskop bilan bo'rab ko'rganingizda yaqqol ifodalanadi, yaqqol ko'riladi. Endi yetuk fibroblast hujayrasi vaqt o'tishi bilan o'zini faoliyatini pasaytirib, sustlashtirib, tinim davriga o'tadi. Tinim davrida ular qaranglar, duksimon shaklda egallaydi. Yadrosi ipsimon yoki yassi shaklda markazda joylashgan hisoblanadi. Organoidlari juda kuchsiz bo'ladi. Bu hujayra mitoz usulida bo'linib ham ko'paymaydi. Bu hujayrada sintez jarayoni ham kechmaydi. Bu hujayra yetuk fibroblastning tinim davridagi hujayra hisoblanadi. Tinim davrida turibdi. Yoki yo'q bo'lib ketadi, yoki agar insonda patologiya bo'lib turib, fibroblast hujayralarga ehtiyoj seziladigan bo'lsa, fibrosit hujayrasi zudlik bilan orqaga, ya'ni yetuk fibroblast hujayrasiga yana qaytadan sintez jarayonlarini davom ettirib ketadi. Bu jamiki mana shu taraqqiyot hisoblanadi. Xo'p, endi bundan tashqari, mana yetuk fibroblast hujayrasida shunday qobiliyat bor. U o'z navbatida ikki xil turga aylanishi mumkin. Birinchi turi bu miofibroblast hujayrasi. Ikkinchi turi esa fibroklast hujayrasi. Mana fibroklast hujayrasi. Xo'p, miofibroblast hujayrasi nima? Miofibroblast hujayrasini qayerda ko'rishimiz mumkin? Xo'p, bachadon bor-ku, ayollardagi bachadon. Ayollardagi bachadon tug'magan ayollarda 30-50 gram, tuqqan ayollarda 50-70 gram. Endi tasavvur qiling, 50 gram, 70 gram narsa 3 kilo bolasi-yu, ichida 4 litr suyuqligi bilan ushab turish kerak qorinda. Bachadonning qavatlariga to'xtaladigan bo'lsak, qavatlari 3 qavat: endometriy, miometriy, perimetriy. Buni o'rtadagi miometriy ham o'z navbatida 3 qavat bo'ladi. 3 qavat. Bu qanday? Tashqi, ichki aylana, ichki qiyshiq, tashqi qiyshiq, o'rta sirkulyar qavatlardan tashkil topgan. Bu 3 ta qavat 7 kilo, 8 kilo yukni ko'tarib turishga, tutib turishga qiynaladi. Homiladorlik paytida yetuk fibroblast hujayrasi qon orqali bachadonda miometriy qavatiga borib, miofibroblast hujayrasiga aylanadi. Miofibroblast bu qanday? Muskul fibroblast hujayrasi degan ma'noni bildiradi. Muskul fibroblast hujayrasi shaklini uzaytiradi, muskul fibroblast hujayrasiga aylanadi. Va bachadonning miometriy qavati endi 3 qavat emas, bir necha qavat bo'lib ketadi. Bachadonning miometriy qavatiga kuch beradi, shakllantirib beradi. Endi bu hujayra o'zimizning oddiy muskul hujayrasidan nimasi bilan farqlanadi? Bu faqatgina endoplazmatik to'rda kuchli rivojlanganligi bilan oddiy muskul hujayrasidan farqlanadi. Endi ayol kishi farzandni dunyoga keltirdi, bachadon sekinlik bilan qisqarish kerak. Xuddi mana shu holatda miofibroblast hujayrasi o'z-o'zidan so'rilib ketadi. Va bachadon o'zining holatini qaytarib shaklini o'ziga oladi. Yana homiladorlik payti bo'lganda yana xuddi mana shu jarayon takrorlanadi. Bu hujayrani, bu vazifani bajarib beradigan hujayra bu miofibroblast hujayrasi bo'ladi. Yoki bo'lmasa yirikroq chandiq qoldi. Muskul to'qimasi ham ketgan. Bu holatda qanday bo'ladi? Fibroblast hujayrasi keladida xuddi mana shu chandiqqa miofibroblast hujayrasi bo'lib turib to'ldirib berish vazifasini bajarib beradi. Miofibroblast. Buni qayerdan bildirishimiz mumkin biz?
yaralarni, chandiqlarni tortishib achishidan bilishimiz mumkin. Bu joyda miofibroblast hujayrasi to'ldirganligidan dalolat beradi. Keyingi turi bu fibroklast hujayrasi. Fibroklast hujayrasi. Fibroklast hujayrasining shunday vazifasi borki, yaxshilab e'tibor beringlar. Fibroblast o'zi hosil qilib kollagen tolalarni, elastik tolalarni, glikosaminoglikan, proteoglikanlarni hosil qilib tashlasa, yetuk fibroblast hujayrasi xuddi mana shu ortiqcha hujayralar aro moddalarni yeb bitirish vazifasini bajarib beradi. Ortiqcha hujayralar aro moddalar, ortiqcha tolalar, qarigan eski tolalarni yeb bitirib berish vazifasini bajarib beradigan hujayra bu fibroklast hujayrasi hisoblanadi. Kim e'tibor bergan bo'lsa, mana shu joyda 3 ta termin ishlatdik. Birinchisi bu fibroblast. Hammasida blast qo'shib kelyapmiz. Blast. Ikkinchisi mana bu yerda ishlatdik, klast sufiksini ishlatdik. Klast. Va uchinchisi ishlatdik mana bu joyda sit sufiksini. Endi sizlarga keladi. Osteoblast, chondroblast, fibroblast. Bunda qanday deymiz? Blast sufiks bilan kelyaptimi? Demak, ular nimanidir hosil qiladi, yaratadi. Blast sufikslar. Endi qaranglar, sizlarga keladi. Chondroklast, fibroklast, osteoklast. Bunda qanday qiladi? Bular o'z navbatida nimanidir yeb bitirib beradi. Bitirmoq ma'nosida keladi. Bundan tashqari holatda sit tushunchasi kelyapti. Sit. Bu holatda hujayrani o'zini ma'nosini beradi. Sit tushunchasi. Bular ham o'z navbatida hosil qilishi mumkin, ba'zi holatlarda mitozda bo'linib ko'payishi mumkin. Shu bilan fibroblastdan tugadi.